Koreyada o'zini joniga qasd qilgan qiz yuzasidan. Koreya davlatiga tirikchilik qilish uchun ketgan va u yerda tegishli mehnat vizasini olib ishlab kelayotgan Shamsuddinov Sherzodning advokatiman. Ismim Zafar Jurayev. Joriy yilning 2026-yil mart oyida Koreya davlatida o'zini joniga qasd qilgan bir nafar yosh bolali Nozima ismli ayolning o'limi internet va ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. O'zini kontentini ko'paytirib, shov-shuv chiqarish maqsadidami yoki o'zini tashabbusi bilan haqiqatni aniqlamoqchi bo'lgan bir nechta mahalliy va chet elda yashab kelayotgan o'zbekzabon blogerlarni internet tarmoqlari, ya'ni YouTube, Instagram, Telegram va boshqa tarmoqlarda turli mavzularda, jumladan Nozimani joniga qasd qilmaganligi, u o'ldirilganligi mavzusida turli da'vo va ta'nalar yoritib kelmoqda. Dalil.uz profilida faoliyat olib boruvchi Javohir, Koreya komik profilida faoliyat olib boruvchi qozog'istonlik bloger Lola.uz va boshqalar, shuningdek marhumaning oila a'zolari tomonidan ushbu mudhish holatni detektiv sifatida surishtirish ishlarini olib borib, o'zlariga shubhali bo'lgan holatlarni ommaga ma'lum qilib, har xil turdagi chiqishlarni, shaxsga oid ma'lumotlarni oshkora qilib kelishlari hozirgi kunda shov-shuvdan boshqa narsa emas. Balki bu kontent yig'ish, auditoriya sonini oshirishdir. Aytishlari bo'yicha Koreyada advokatlar yollab haqiqatni aniqlamoqchi bo'lganlari maqtovga sazovor. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham har bir davlatda o'zini vakolatli organlari bor, ekspertlari bor, ularning xulosalari bo'yicha Nozimani o'limini sababini aniqlash mumkin bo'ladi. Podadan oldin chan chiqarib bo'lmaydi. O'lim holati Koreya davlatida bo'lgan. Koreyadagi tegishli idoralar va ekspertlar yakuniy xulosa beradi. Hozirda Koreya davlatida holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. O'lim sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Sherzod tergovga borib, o'z ko'rgazmalarini ham berib keldi. Bu 3-tergovi. Shuningdek, boshqa guvohlar ham ko'rsatmalarni berib keldi. Nozimaning tanasida aniqlangan jarohatlar sababi ham aniqlanadi. Ya'ni aniqlangan tan jarohatlari o'limidan keyin yuzaga kelganmi yoki o'limidan oldin bo'lganmi? Bu kabi savollarga javob olinadi. Shaxsan mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Nozima o'zini joniga qasd qilgan kuni mayda janjallashuvdan so'ng Nozima kvartiradan Sherzodni ko'chaga kuzatib chiqqan. Nozima o'limidan oldin Sherzodning do'sti Bozorov Sirojiddinga telefon qilgan. O'sha vaqtda ham Sherzod do'stini oldida bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan joyga Sirojiddin borgandan keyin ko'p qavatli uyning podyeziga dastlab kira olmagan. Faqatgina o'sha domda yashovchi fuqaro kelganidan keyin u bilan birga kirib borgan. Nozimani osilib yotgan holatidan keyin Sirojiddin Sherzodga qo'ng'iroq qilgan. Bu hodisa haqida politsiyaga ham ma'lum qilishgan. Bundan tashqari, Koreya yangiliklarini olib boruvchi Avaz ismli blogerga telefon qilib, holatni tushuntirib, undan Nozimani murdasini O'zbekistonga yuborishda amaliy yordam so'rab murojaat etishgan. Avaz aka Koreyadagi qonunchiliklar va boshqa tartib taomillarni yaxshi bilganligi sababli qo'ldan kelgan barcha yordamni qilib bergan. Avaz aka hozir aytdi, bitta tanishimiz o'zini o'zi osib qo'ydi. Qayd etib o'tilgan holatlar Sherzod va Sirojiddinlarni jinoyat sodir etganliklarini inkor etadi. Ma'lumki, Koreya davlati rivojlangan davlatlar qatoriga kiradi. Nozima yashab kelgan ko'p qavatli uyda o'rnatilgan video kuzatuv moslamalari, kim qaysi vaqtda uyga kirib keladi, kim qaysi vaqtda uydan chiqib ketadi, uylarni kirish-chiqish yo'laklarida qo'riqlash tizimlari mavjud. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi blogerlar, axborot vositalari, o'zinglar har xil turdagi taxminlaringiz va xabarlaringizni internet ijtimoiy tarmoqlarda yoritib, yolg'on xabar tarqatish yoki tuhmat qilib qo'yishdan saqlaninglar. Bu ishga professional tarzda yondoshishni tavsiya qilaman. Ya'ni, tergov natijalariga ko'ra Nozimani o'lim sabablarini ommaga yoritish mumkin bo'ladi. Agar tergov jarayonida Nozima o'zini joniga qasd qilganligining isbotini topsa, Sherzod va boshqalarning sha'ni va qadr-qimmati kamsitilganligi, ularga tuhmat qilingan deb hisoblanib, bu O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi A bandi, ya'ni og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, axborotlar tarqatish deb baholanib, jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Yuqorida ko'rsatilgan modda bilan javobgarlikka tortish masalasi qo'yiladi. Internet, ijtimoiy tarmoqlarda ayblov bilan o'z chiqishlarini qilgan har bir bloger va axborot vositalariga nisbatan da'vo kiritiladi. Yetmagan joyga balkim siz aqlingiz yetib turgandir. Siz aytyapsiz, menda qanaqadir narsalar bor, men sizga yordam berishim mumkin deyapsiz. Davay yordam bering, bizni savolga tutmang. Biz jinoyatchi ham emasmiz. Qoralovchi hech kim Sizni hech kim jinoyatchi demayapti. Sizni hech kim jinoyatchi demayapti. Men buni yashirmayapman. Tushunyapsizmi? Yashirmayman. Yashirmayapsizmi?
Ha? Hozir qarang mana, endi mana hozir konkretni mana inson bo'lib aniq gaplashyapmiz. Men как jurnalist sifatida gaplashmayapman, to'g'rimi? Aka-uka sifatida, как o'zbek sifatida gaplashyapmiz, to'g'rimi? Aka-uka sifatida. Boshligi sizni harakatlaringiz, olib chiqish videolaringiz bizani shunaqa shubhaga uyg'ottirdi. Mana anasiga ochiq anasi aytdim. Mana endi hozir bu bermadim. ha yo'q, albatta shaxsiy fikrim. O'zim mana shu nimaga bo'lganini sizga tushuntiraman, odamlar unaqa o'ylab qolgan. Mana endi hozir siz oldingizga olib, mana men kerak bo'lsa ushlayman deyapsiz-da. Xo'p. İsmingiz Sherzod, to'g'rimi? Sherzod. Sherzod, qarang. Siz o'sha kuni Avaz akaga kirganingizda, Avazga siz oldingiz kirib, xonaga kirdinglar-ku uyga, janjal bo'layotgan uyga. Kirganda siz o'zingiz og'iz bilan aytdingizki, "Ha, bu qotillik bo'lishdan oldin go'yoki sizlar urushgansizlar, urushdik, janjallashdik" dedingiz, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Qo'l ko'tardingizmi, yo'qmi? Yo'q. Nozimaga. Yo'q. Umuman qo'l uchini tekkazmadingizmi? Yo'q. Shu gaplaringizga o'zingiz ishonyapsiz, yolg'on gapirmayapsiz. Ha. Unaqada qanaqa qilib Nozimani burni sinib, burnidan qon kelib, lablari ishib, qo'llari va badallari ko'karib ketdi. Sizda janjallashgansizlar-ku o'zingiz gapingiz bilan. Biz gap bilan janjallashganmiz deyildi. Nima u hamma yo bardak u yotibdi-ku. Gaplashyapti. Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, dasturxon tortilgan dedim. Bakal otgan nimaga, o'ynaga dedim, to'g'rimi? Eshitolmaysiz. Tushundingizmi hozir nima demoqchi bo'lganim? Tortganda. Nimadir bir-birimiz bo'g'ay turganimizda sachirib ketmadi u narsalar. U narsa dasturxon bo'lgan, dasturxon ustida sinaydigan narsalar bo'lgan, meva-cheva bu narsalar bo'lgan. U dasturxon tortganda hamma narsa tushib ketadi-yu. Jahlda. Politsiyaga qachon bordingiz? Nimaga qiziq bo'lyapti u? Ber hamma savoliga javob ber. Nimaga siz savoldan qochyapsizmi? Politsiyaga qachon bordingiz? Qochmaysan. Ber savol, beradi hamma O'sha savol. efir qilgan kunimiz ham bordim. Birinchi. O'sha haligi Birinchi. o'lgan kuni bordim. O'zi biladi. Buni bosh o'ziniki. O'rgatmanglar. Men aytdim shuncha odam turibdi. Savoliga konkret savol beryapti. Javob ber qisqa lo'nda. Vafot etgan kuni va o'sha efir bo'lgan kuni. Bo'ldi. Demak, politsiyaga bordingiz-da. O'sha yerda janjallashganingizni aytdingizmi politsiyaga? Aytdim. Politsiya uyga kirdimi? O'sha o'lgan kuni biz больницаdan chiqdik. O'sha payt o'sha politsiya, больница hammasi birga kelar edi. Pojarniy nimadir muammo bo'lsa. Endi qarang, sizga savol-da. Mana 1 yil, 2 yil o'zingizlar bilasizlar muddatinglarni, mana birga bir-biringlarni yoqtirib yashadinglar, to'g'rimi? Sevishdinglar, vaqt kelsa birga yashadinglar, to'g'rimi yo noto'g'ri aytolmanmi? Gapiravering. Bo'ldi. Yo'q, gapiravering emas. To'g'ri, o'sha siz o'shanga qarab aytaman. Bo'ldi. Ha bo'ladigan bo'lsa, mana siz erkak kishi sifatida qanaqasiga siz bu narsaga vijdoningiz yo'l qo'ydiki, o'lgan o'zingizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz yo'qligida yaxshi ko'rgan insoningizni, ayol ojizani internetga olib chiqib, uni har xil videolarni ko'rsatingiz, mana qilib. Bu erkakchiligi, qanaqa g'ururingizga sizni bu qabul qildi? Qaysi videoni olib chiqib ko'rsatibman mana deb? Internetdagi polni aylanayotgan narsalar nazarda tutib aytayapman. Общий. Bittasini ayting, o'shani asos qilib pichoq ko'tarib yurgan-ku, to'g'rimi? Pichoq ko'tarib yurdi deb olib chiqqan videoyingiz bor-ku. Majbur qilishdi o'sha narsaga. Xo'p, nima uchun? Tergovchi emas, Avaz aka oddiy inson bu, tergovchi emas bu. Kirganda nimaga endi mana bu icharida qilib ichilgan, chakilganini hammasini bularga aytib, o'zingizni yaxshi ko'rgan bo'lajak turmush o'rtog'ingizni nega unaqa internetda obro'sizlar? aka. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin deb turib, nima bo'lgan bo'lsa, ro'y rost aytgan. Bu ichib o'tirgan bo'lsa, men ichib o'tiruvdim, demagan degan narsalar bo'ldi-da, tushunyapsizmi? Mana shu savoliga men javob beraman. Bu savol meniki ekan. Yo'q, o'zlari javob bersinlar, iltimos, Avaz aka, iltimos. Qarang-da. Nima bo'lgan taqdirda ham u sizni bo'lajak turmush o'rtog'ingiz. U siz uchun o'zi qurbon bo'ldi. Shu narsani biling ukan. U siz uchun o'zini qurbon qildi. Janjallashdinglar, boshqa narsa. Lekin u erkak bo'lib, u mard bo'lib, siz agar tilingiz o'zini osgan bo'lsa, mard bo'lib osib ketdi. Siz o'zingiz internetga chiqib men o'zimni osaman demang. Erkak bo'ladigan bo'lsangiz olib osib oling. Lekin mamyoda bu naborot mardlik qilib o'zini osdi. Kimgadir osonman, o'lolmayman emas. Nimaga taqlid qilyapsiz? Bor o'zimni osmoqchimisiz? Nimaga taqlid qilyapsiz? Siz bor o'zingizni osasizmi agar men osgan? Yo'q, nimaga taqlid qilyapsiz bu savolingiz bilan? Bor o'zingizni osyapsizmi? Men aytmoqchi bo'laman gapim,
siz erkak kishi bo'lib turib, yoningizda turgan ayolni naborot internetga sharmanda qildingiz. Ey, Просто sizga inson bazor. qancha yashirdik, mana shunday og'zimizni yopib, aka, yo'q, bo'ldi, yo'q. Hamma aybni bo'ynimga olib turibman, video ko'rsalar. Ongilar Qaysi aybingizni olasiz bo'yningizga? Qaysi hamma aybingiz? narsani o'zim bo'ynimga olib turibman. To'xtab turing, to'xtab turing. Qaysi hamma narsa, qaysi? To'xtab turing. Qaysi bo'yni to'xtab turing avazaki. Siz noto'g'ri Bo'ynilariga savol olib kerak ekanlar. Siz Nimani noto'g'ri bo'ynilariga savol olibdilar? To'xtang. Siz aytdingiz. Yo'q, yo'q, hamma narsani to'xtab turing. Bo'ynimga oldim deyapti. Nimani bo'yningizga oldingiz? Ko'rsating, iltimos, xalq ko'ryapti. Bo'ynimga oldim dedi. Nimani bo'yningizga oldingiz hamma narsa? Bu yerda urush bo'lishidan oldin, u janjallardan oldin onasi haqida, o'zini shaxsiy hayoti haqida aytgan gaplarini men aytmaganman edi. Что nimaga aytmaganmanki, onasi ham o'sha narsani eshitib turib, erta vijdon azobida o'tmasin shu narsalarni bo'ynimga olayin, qabrimga olib ketayin. Hech qayerda aytmayman shu narsani deb hech kimga aytmadim. Qalay javob oldingiz? Hozir siz aytayotgan gapingiz, men hammasini bo'ynimga olmayman-ku, siz nimani bo'yningizga oldingiz deyapman. Hozir yana bir marta qaytaraymi? Hozir gapirgan gapimni yo'q. Bo'yningizga olgan narsani ayting bo'ldi. Mana aytyapman, uyidagilarni temasini, oilasida oldin bo'lgan hayotini, stress olgan narsalarini aytmasdan, men tufayli urush bo'ldi, meni anaqam tufayli urush bo'ldi deb turib bo'ynimga olib turibman. Tushunyapsizmi? Ha, demak urush bo'lganini siz bo'yningizga olasiz, to'g'rimi? Aynan men tufayli bo'ldi. Anaqa osilganda siz qayerda edingiz? Nozima osilganda, uyda o'lganida qachon ko'rib qoldingiz? Qayerda edi? Yo'lda edim.